jannatga bir qadam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme iftah lana ebvab rahmetik. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Hurmatli aziz cemaatimiz, fazilati, shukuhi ortaq bo'lgan kirib kelayotgan Ramazon oyi, Ramazon sharif barchamizga muborak bo'lsin. Ilohim sayyidul ayyom juma kunidagi barcha ezgu niyat va maqsadlarimizga Allohning o'zi erishtirsin. O'zining rizochiligini topaman degan bu dunyoda yashayapmiz. Har bir olayotgan nafasimizga, o'zimizga manfaatimiz teguvchi amallar bilan Allohning rizoligi yo'lida savob amallardan bo'lishligini Allohning o'zi nasib etsin. Ramazon oylarining sultoni degan mavzu azalda avlod ajdodlarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlaridan hujra saodatlarida targ'ib qilib aytgan so'zlariga amal qilib ashabi kiromlari, tobiinlar, tobiinlar ulum shariatimizga tukilishiga sababchi bo'lgan ustoz kiromlarimiz, el xalqimiz birgalikda iymon, e'tiqodlik Alloh taoloning avliyolari ham shu ulug' kelganida o'zlari bir xursand bo'lgan ekanlar. Demak, biz ham xursand bo'lishligimiz zarur ekan. Xursandchiligimizda cheki yo'q, chegarasi yo'q. Oylarning sultoni kirib keldi. Ramazon oyi kirib keldi. Ibodatlarimizga 70 barobar ortiq savob yoziladigan oy kirib keldi. Alloh taolo bizlarga har kunida bandalarim duo qilinglar, saharlikda aytayapti. Duo qiladigan bormi, mendan so'radigan bormi? Iftorlikda aytayapti, 70 ming bandani ko'tarib qo'yyapti Alloh taolo. Ana shu oyni Alloh taolo bu yil ham siz bilan bizga nasib etyapti inshaalloh. Ilohim 100 yillar davomida roza tutishlikni jumlamizga Alloh o'zi nasib eylesin. Necha yil ro'zador bo'lgansiz? Bir otaxon 70 yil roza tutgan ekanlar. O'shanaqangi 70 yillab roza tutishni nasib qilsin bizlarga ham. Ana hammamiz niyatimiz 12 yoshidan boshlagan bo'lsalar 70 yil roza tutgan ekanlar-da. Biz sanaylik. Alhamdulillah mana 45 yoshga kirgan bo'lsak, bu riyo aralashib qolmasin. Ana shu mart oyi edi hojdada. Mana mart kirib keldi. Tutishlikni boshlaganimizga. Men o'zimnikiga hamda alhamdulillah mana 34 yil davomida Xudo nasib qilsin shunaqangi uzoq yillar tutishligimizda jumlamizga Alloh o'zi nasib eylesin. Yoshi ulug' hojibolarimizni umr rizqlariga Alloh o'zi barakot berib, duolarini Alloh o'zi ijobat eylesin. Ummatimning oyi deb qo'ygan ekanlar-da, bizning oyimiz. Har kunimiz bayram bu kunda. Bu kunda qanday kutib olishimiz kerak? Gunohlar mag'firat qilinsa bu oyda. Haza shahrun, bu oy deyilyapti. Avvaluhu rahma. Avvalgi 10 kunligi rahmat 10 kunligi bo'lsa, Allohning rahmati yog'ilib tursa, mana shu nur yog'ilib turibdimi mana shu yerga? Ko'ryapman, bemalol mayda harfni ham ko'ryapman. Alloh taoloning nuri, barakoti osmondan bizni tepamizga yog'ilib turar ekan. Uyimizga yog'ilib turar ekan. Ibodat qilmasak, Qur'on o'qimasak, namoz o'qimasak, uyimizdagi nur ketib qoladi. Ramazon oyi kirib kelishligi bilan ana shu nur hamma uyga yog'ilib turar ekan, yer yuziga yog'ilib turar ekan, ha? Bironta joyga yog'ilmasdan qolmas ekan. Va awsatuhu maghfira, qancha gunohlarimiz bor. Sahv xatolarimiz bor. Yolg'on gapirib qo'ygandirmiz, kimnidir ichini ranjitib qo'ygandirmiz. Qarindoshimiz bo'lsa ham sag'ira, kabira gunohlarimiz bordir. Ana shu oyda tavba qilishlik imkoniyati bizda bor. Va awsatuhu maghfira. Qandayki gunoh qilgan bo'lsak, istig'for etsak shu oyda kechiradi inshaalloh. Onadan yangi tug'ilgan chaqaloq kabi begunoh chiqarkanmiz Ramazon oyi. Poklovchi oy bu. Gunohlardan poklaydi. Turli xil g'illig'ashdan poklaydi. Ramazon kirib keladi, mana og'irlik bilan kirib kelamiz.
Shu Ramazon oyida roza tutishlik bilan jasadimiz ham ruhimiz yengil bo'lib chiqib ketadi. Ramazon bu rozasi bizni o'zimizga bas, bizdan oldingi ummatlarga ham farz qilingan ibodat bo'ladi. Oyatni quyida keltiramiz inshaalloh. Va axiruhu itqun minan niron. Endi oxirgi 10 kunligida bu bandalarim do'zaxga tushmaydi. Birim farishtalar yozar ekan. Do'zaxga tushmaydigan bandalarni qatorida bo'laylik, ilohim. Ana shunday barokatli oy ekan bu. Alhamdulillah, xalqimiz uchun ezgulik, birdamlik, olijanoblik va shukronalik timsoli bo'lgan qutlug' Ramazon oyini munosib kutib olish va yuqori saviyada o'tkazdirish, diniy, ma'rifiy, madaniy qadriyatlarimizni asrab avaylash va ulug'lash maqsadida kuni kecha yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazdirish to'g'risidagi qarorlari qabul qilindi. Davlat miqyosida yurtboshimiz alohida farmon chiqaryaptilar. Ichki ishlar vazirligidan kuni kechagi yig'ilishda bizlarga aytishdi, 16,000 nafar xodimni Ramazon oyini munosib o'tkazdirishlik borasidagi huquq bilan o'tsin, tartib qoida yaxshi bo'lsin deb jalb qilindi. Faqat mu'minlarga xizmat qilishlik uchun. Mana tashqarida kelib turishibdi. Ichki ishlar xodimlari, mutasaddi tashkilotlar bular nima uchun desa, shu emin-erkin ibodatlarni qilishib ketib olsin. Hech kimga birov ozor ham bermasin, birovga ziyon ham tegmasin. Tartibni saqlashlik uchun turibdilar. Bularga ham Alloh taolaning ajri bor, mukofoti bor. Tinchlikni muhofazasini qilib turishlik o'zidan o'zi bo'lmaydi. Ko'ryapmiz mana bir qancha davlatlardagi bo'layotgan voqealarni. Tarovihlarni o'qishlik tugul, farz bo'lgan namozlarni ham ado qila olmasdan masjidga kirgani qo'rqayotgan ba'zi joylarni ko'ryapmiz. Uyda yashagani qo'rqayotganlarni ko'ramiz. Alhamdulillah, bizni yurtimiz tinch, xotirjam, yemin-erkin ibodatlarimizni qilyapmiz. Alloh rozi bo'lsin yurtboshimizdan ham. Ilohim umrlarini Allohim uzun qilsin. Alloh subhanahu va taolo eng buyuk Ramazonning eng buyuk fazilatlaridan birini bizlarga bayon qilib Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon. Sadaqallohul azim. Ramazon oyi unda odamlarga hidoyat hamda hidoyatu furqondan iborat ochiq oydin hujjatlar bo'lib Qur'on tushirgandir. Ya'ni Qur'oni Karim oylarning sultoni. Ramazon oyi 12 oy bo'lsa, shuni ichida shahru Ramazon bo'ladi-da. Ramazon oyi shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on. Bu Ramazon oyida Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Qur'oni Karim barakatidan Alloh taolo Ramazon oyini oylarning sayyidi qilib qo'ydi. Ramazonning bu bitta fazilatlaridan. Ramazon oyining oylarning sultoni Imom Tabaroniy Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oylarning eng afzali Ramazondir degan ekanlar. Kunlarning sayyidi juma bo'lsa, oylarning sayyidi Ramazon ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyini intiqlik bilan kutarkanlar. Rajab oyi Alloh taoloning oyi, Sha'bon oyi mening oyim, Ramazon oyi ummatlarimning oyi degan ekanlar. Sha'bon bilan Rajabdan turib kechalari ibodatda bo'larkanlar, kutarkanlar intiqlik bilan. Rajab bilan Sha'bonni bizlar uchun barokatli qilgin, Ramazonga yetkazdirgin deydi ekanlar Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Shunday deb duo qilgan ekanlar.
Ramazonda Alloh taolo jannatning 8 ta jannatning eshigini lang ochib qo'yar ekan. Shu uchun Ramazonda dunyoda o'tganini ham oxirat obod bo'lsin, bo'ladigan joy jannat deb qo'yiladi. Jannatning eshigi ochilib, do'zax eshiklari yopilar ekan. Do'zaxdan har kecha do'zaxga tushganlar ozod bo'lar ekan. Shaytonning turli vasvasalari bizlarga vasvas bo'lib kelmas ekan. Shaytonning sheriklari bor, minal jinnati wan nas, ham insonlardan bo'ladi, shayotinlar, ham jinlardan bo'ladi. Shu Ramazon oyida vasvas kasaliga uchramas ekan. Juda ko'pchilik vasvas bo'lib qoldi. Ramazon oyida sal o'pkasini bosadi shular ham. Ramazon turibdi. Qalbida zarracha misqoli zarra yaxshilik qilishlik bo'ladi unda. Shayton kishallanadi. İnsanlarni vasvas qilolmay turadi. Jinlardan bo'lgan shayton ham, hatto insonlardan bo'lgan shayton ham sal o'zini bosib turadi. Shaytonlar ko'pda jumaga nima qilasan borib, "Ke, mana yerda o'tiraylik, yeb ichaylik" deydiganlari ham ko'pda. Astagfirullah. Alloh subhanahu va taolo Ramazon ro'zasini tutishlik borasidagi dalil bo'lgan oyatida marhamat qilib aytadi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingi ummatlarga farz qilingani kabi sizlarga ham ro'za tutish farz qilindi. Shoyat u sababli taqvoli bo'lsangiz. Ro'za bizni taqvoyimizni kuchaytirar ekan. Taqvo qilsak, astagfirullah, va man yattaqillah yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ishim yurishmayapti degan odam ro'za tutsin, Allohning buyrug'i deb. Taqvoli bo'lsin, boshi bir ko'chaga bankrot deb qo'yadi. Shunga kirib qo'ygan bo'lsa ham Alloh taolo va man yattaqillah taqvo qilganligi uchun yaj'allahu mahroja bir turgan eshiklarni ochib yuboradi. Unga va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Shunday bir rizq eshiklarini ochadiki, u rizqlarini kelgandan keyin sanog'iga yetilmaydigan darajada rizqni beradi u bandasiga deyapti. Shoyat taqvoli bo'lsangiz, taqvoyimiz zaif bo'lib qolgan bo'lsa, ro'za tutsak taqvoyimiz ulug'lanadi. Ro'zadorman. Harom bo'lgan narsani o'z-o'zidan iste'mol qilmaydi ro'zada. Ro'za tutmagandan keyin halolni ham iste'mol qilmaymiz. Ro'za shundayda. Ro'zada shu taqvoyimizni Alloh taolo sinaydi bizlarni. Ro'za tutishlikda riyo yo'q ekanda. Jumaga bordik, ko'rdik, riyo aralashyapti. Falonchini ko'rdim, falonchiga aytib qo'yasiz, ha, jumada salom etdi. Sum'a essin. Riyo falonchi ko'rdi, lekin ro'zadachi kim biladi? Ha, ro'za tutganligingizda Alloh biladi. Og'izni bog'ladik, ro'zaning shartlari bor edi. Yemoqlik, ichmoqlik, jimodan saqlanmoqlik. Halol bo'lgan ayolimizda ham nima qilmaymiz? Bora olmaymiz. Halol bo'lgan taomni yeyolmaymiz kunduz kunlari. Subuhdan, erta tongdan to kun botgunicha. Og'izni ochgandan keyin yana nima davom etaveradi. Yemoqlik ham, ichmoqlik ham. Ro'zada ham yo'q to'xtaydi degan narsa bo'lmasin-da. Ro'zada ham nikohning shartlari bor edi. Saharlikkacha bemalol nima yeb ichmoqligimiz, hatto o'sha nikohimizda ayolimizni xursand qilmoqligimiz ham nima edi? Bu bandachilik vazifamiz, nafsimizda halol bo'lgan joyga bordirishlik ham. Ana shunday bo'ladi. Xo'p.
Ramazon ro'zasida yemoqlik, ichmoqlikni kimlardir ko'rmasa ham Alloh taoloning o'zi biladi. Ko'chada ro'zadorga o'xshab turib, uyga kirib, astedli qorin to'g'lab, yana chiqib qiynalib ketdik deb qolsangiz bo'lmaydi-da. Xudoni o'zi biladi uni kim ro'za, kim ro'za emasligini. Shuning uchun ro'zadorga deyapti. Alloh taolo o'zim beraman debdi-da. Savobni o farishtalar yozib tugatalmas ekanda Alloh taolo aytar ekan, ro'zadorning savobini yozib tugatalmaysan. Uni savobini beradigan savobni o'zim beraman. Ana mukofoti qancha. Rayyon degan jannatning eshigidan kim kiradi? Ro'zador kirar ekan. Ro'za tutgan odam kirar ekan-da. Jannatga kiradi desa ham tutmaymizmi endi? Demak, bu oyni g'animat bilib ro'za tutib o'lib qolibdi deganni eshitganimiz yo'q shu yo'qcha. Ro'zani mahkam ushlaylik. Erta tongdan turib ro'zani tutishlikni niyat qilib olaylik. Yemoqlikdan, ichmoqlikdan o'zimizni saqlab, taqvoyimizni kuchaytiraylik. Shunda Rayyon degan darvozada ro'zadorlarning qatorida kiramiz inshaalloh. Ramazon ruhan poklanish, axloqan yuksalish oyidir. Ruhimiz ham yengil bo'lib ketadi Ramazonda. Ruhimiz poklanib ketadi Ramazonda. Poklanamiz. Ruhimizga ozuqa bo'ladi. Ruhiy barkamol bo'lamiz. Ro'zada bo'lamiz. Ro'za shunday ulug' oy. Astagfirullah, la yukallifullohu nafsa. Sadaqallohu azim. Bironta bir nafsga toqatidan ortig'ini Alloh taolo yuklab qo'ymaydi. Qodirmiz ekanki, ro'zani bizga Alloh taolo farz qilib qo'ygan. Tutalamiz. Shu 12 yosh bolamiz tutaladi. 9 yosh qizimiz tutaladi. Ana, balog'atga yetdimi? Tutadi. Tutyapti ham. Ya sen ro'za tutolmaysan. Kimlar tutolmaydi? Homilador bo'lsa, emizliklik sut kelmayapti bolasiga. Aw ala safarin, aw ala maridon, kasali bo'lsa, surunkali kasali bo'lsa yoki qarilikda qiyinchiligidan atalasini ichmasa ham qaltirab yiqilib qoladigan darajada hassasini tuyanib turadigan darajadagi sog'ligi zarar etadiganlar, oziq ovqatsiz turolmaydiganlar endi nima qiladi? Agar shunda ham sog'lom bo'lib ketsa, kuniga kun tutib beradi. Tuzalmaydigan kasal bo'ladigan bo'lsa, endi unga fidyani ham belgilab qo'yilgan. Undan ortiq uzri bo'lmagan odam hammaga birdek farz bu ro'za. Alloh taolo farz qilib qo'ydi. Robbimiz farz qilib qo'ydi buni. Ro'za farz bas desak iymondan chiqib qolamiz. Alloh saqlasin. Shuning uchun ro'za farz, buni hurmati cheksiz. Ramazon oyi hurmatidan. Alloh taolo farishtalarga maqtab turar ekan-ku. Farishtalarga maqtaydi. Farzandimiz birisidan yaxshi ish qiladigan bo'lsa, yaxshi ish qilganini maqtaymiz-ku. Alloh taolo farishtalarni ham yaratdi, insonlarni ham yaratdi-da, hayvonotlarni ham yaratdi. Hayvonotlarga nafsni berib, insonga nafs bilan aqlni berdi. Farishtalarga aqlni berdi, nafsni bermadi-da. Farishtalarga aytar ekan: "Ey maloikalarim, yer yuzidagi bandalarimga sizlar itoat sajdasini qilgansizlar, ularga doim xizmatda turasizlar. Ko'ringlar bu bandalarimni. 3000 yil o'tda kuydirib yaratib qo'yganimdan keyin meni tan olgan nafsni shularga berganman. Bin nufuslan marada. Nafsimiz balo, mening nafsim balodir. Yongan o'tga salodir. Nafsinga bir mushlagin deydi, mana shu ro'zaga aytilganda. Bir mushlasak qornimiz o'ssa ham yemay turamiz. Mushlagan vaqtimizda yemasak, ichmasak, taqvoyimiz, yolg'on gapirmasak,
ko'zlarimizni ham, quloqlarimizni ham roza qilib oladigan bo'lsak, Alloh taolo farishtalarga maqtar ekan, malaikalarim, bu bandalarimni ko'ringlar. Baloyi nafs bo'la turib, yegisi kelgan halol narsani yemayaptilar. Yemaganligi uchun dasturxonda turgan bananmidi, apelsin, olmamidi, bodringmidi ko'rasiz. Har bir ne'matni qorningiz och qolganda, hozir yog'liqini, patirlarida ham mazzasini bilmay turgan bo'lsangiz, qotgan, ko'palik bosgan nonni ham ta'mini his qilib yorasiz-da, roza tutgan odam. Yemay turib Alloh taolo uni his qildirib qo'yapti. Farishtalarga shu uchun maqtar ekan. Farishtalardan ortiq bo'lib turar ekan ro'zador. Ro'zadorning uyqusi ibodat. Malaikadan yuqori maqomatga ko'tarilishni xohlagan inson roza tutadi. Boshqa gap yo'q. Roza tutadi. Roza tutganda ham qulog'ini g'iybatdan ham tegadi. Kimdir g'iybat qilyaptimi? Birodar ro'zadormiz. Kimdir tortishyaptimi? Suqqa boryaptimi? Jidolga boryaptimi? Ro'zadorman. Aytib qo'yaveraylik. Ro'zadorman deb. Och bo'lib turib, och qolmadim desak ham yolg'on bo'ladi. Och qaysiz? Chanqaysiz, suvsiz. Sabr qilamiz. Alloh buyurganda, Alloh taolo bandalarini maqtab tursa-yu, endi ro'zani farz qilingan oyda, ayyami ma'dudatda, sanoqli kunlarda yo 29 yo 30, aynan 30 deyilgan yo'qda oyatda. Ayyami ma'dudat, sanoqli kunlarda aytilgan. Ana shu kunlarda roza tutmasdan yurgan bandasini qanaqa qilinmoqda edi? Kimlar bilan urushib, yo'l talashib, texnika minganlar ham, yo ko'cha-ko'yda tortishib, g'iybatlashib, yana kimlardir boshqa gunohi kabiralarga yo'l uradigan bo'lsa, yildan yil davomida qilgan gunohi sag'iralarimizga Ramazon oyidagi ro'zamiz kafforat bo'lib o'chirib yuborarkan Alloh taolo. Mana shu ro'zadan ro'zagacha sag'ira gunohlarimizni. Agar kabira gunoh bo'ladigan bo'lsa, kabira gunoh qaysi? Qarindoshlar bilan silay rahmni uzib qo'ygan bo'lsak, ular bilan aloqani tiklab olaylik. Qo'ni-qo'shni gaplashmayapti. Mana bugun imkoniyat, kirib birodar kechiring, jannatda ham qo'shni bo'laylik, kechiring deb aytishimiz zarur. Gina gudrat qilishlik bandani duosini ijobat bo'lishligiga to'sqin ekan. Ro'zada ham, Ramazon oyida ham ro'za duo qilsa, bandamni xafa qilgansan. Bandam seni bir gunohingni ketsin, keyin men kechay. Ka'bani vayron qilgandan ham ortiq gunohi. O'sha birodarlar, aka-uka, yor birodar, ulardan kechirim so'rab, bir-birimizdan rozi bo'lib, mu'minlar, musulmonlar, shu jamoat bir-birimizdan ana shu qalban kechirib o'raylik. Qaraylik, jannatga birga kiradiganlarimiz inshaalloh. Robbimizni jamolini birga ko'rishlik niyatimiz. Dunyo o'tkinchi. Bir-birlarimizdan rozi bo'lib, Robbimizni rozi qilaylik ilohim. Duolarimizni Alloh o'zi ijobat eylesin. Ruhan pok bo'laylik. Allohning rahmati yog'ilgan, mag'firati yog'ilgan oylarda. Ro'zaning insonni jismiga, jasadiga foydasi ko'p ekanligi to'g'risida bugungi kunda tibbiyot xodimlari ham ta'kidlab aytishyapti. Ro'za sog'lik uchun koni foyda. Hatto doimiy taom kirib turishlik kerak. 2 soatga bormasdan, oz bo'lsa ham. Fatvo bor. Bugungi kunda ham qandli diabet kasalligi, shunga ham doim ovqat quyib turish kerak bunga.
Xo'p, insulinni olsa ikkindigidan, xo'p, bilagidan olsa roza ochiladimi? Ochilmaydi. Lekin taom bir luqma yeb qo'ysa ochiladi. Ukol qilsa roza ochilmaydi azizlar. Lekin aynan rozaga tutib olib turib Ramazonda ukol olishni boshlab yubormaylik yana. Oldinroq to'xtatib qo'yishimiz kerak-da, saqlanishimiz kerak-da baribir. Nima bo'lgan taqdirda ham. Ana shu kasallikka uchragan odamlarni ham nima amaliy bo'lgan voqealar ro'zada ko'tarilmaydi shu narsa. Sahar ko'tarilmaydi. Mana o'zimda qiyosda ro'zani mahkam ushlab ixlos bilan tutsak, tibbiyot xodimlari ham bunga aniqlik kiritishyapti bugungi kunda. Demak, ro'za insonning sog'ligiga koni foyda. G'arb mamlakatlarida hatto ochlik bilan davolashlik uchun klinikalar tashkil qilinibdi-ya. Mana shu ko'ring, qo'limda turgan matnda tezisdagi bo'lgan aytilgan so'zlarni sizlarga gapirib beryapman-da. O'z navbatida shuni ham ta'kidlash joizki, prezidentimizning topshiriqlari bilan Milliy gvardiya, ichki ishlar va boshqa huquq-tartibot idoralari vakillari har bir masjidda to taravih va xatmi Qur'onlar nihoyasiga yetguniga qadar issiq bo'lsa ham, mana yozda ham turishdi. Sovuqda ham turishdi. Mana hozir ham turishadi. Topshiriq irtiboshimiz topshiriq. Namozxonlarning xavfsizliklarini ta'minlash maqsadida harakat qilyapti. Bizlarga imkoniyat bu. Endi o'z-o'zidan bu kunlarda davlatimiz rahbarini, barcha mutasaddi tashkilot xodimlarini haqlariga ham duo qilishligimiz biz mu'minlarni, musulmonlarni vazifamiz. Barchalarni ham Allohim tanajonlarga sog'likni, salomatlikni ato aylasin. Hurmatli azizlarimiz, Ramazon mehr, muruvvat va saxovatli oy bo'lganligi uchun Ramazon oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning saxovatlari barchamizga ibrat ekan. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallamning saxovatlari to'g'risida eng sahihsi bo'lardilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam degan ekanlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan payg'ambar alayhisolatu vasallam saxovatlari to'g'risida bunday madhab etgan ekanlar. Ibn Abbos aytgan ekanlarki, Rasululloh odamlarning eng saxiyrog'i edilar. Ayniqsa Ramazon oyida yanada saxiy bo'lib ketardilar. U zotning yaxshilikda yomg'irli shamoldan ham saxiyroq bo'lar edilar. Yomg'irli shamol barchaga barobar keladi. Yaxshiga ham, yomonga ham. Issiqda tursangiz, osmondan nam yomg'irli kelib qolsa, biz sharqiragan emas, sal nam qovon yomg'ir yog'ib, shaboda musaffo shabada kelsa qanday rohatlanib o'rasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam saxovatlaridan hamma bahramand bo'lar ekanlar. Bizni ham saxovatimizdan hamma bahramand olsin Ramazonda. Bu saxovat deganda faqat cho'ntadan chiqarib pul berishlik deb tushunmaylik. Shirin so'z ham saxovat. Jilmayib qarashligimiz ham saxovat. Ramazon oyida bir-birimizga yuzimizni issiq ko'rsataylik. Yomon ko'rgan odamimizga ham qo'g'oq solmaylik, xo'mraymaylik. Yuzimizni sovuq qilib olmaylik. Ochiq chehra bo'laylik. Hatto dushmanimiz bo'lsa ham. Ana bu ham bir saxovat bo'ladi. O'z-o'zidan bu kunlarda ehtiyojmand insonlarning holidan xabar olib qo'yaylik. Mana muftiy hazratlari o'zlari xalqimizga 26 dekabr 2024-yilda murojaat qilib chiqqanlar. Dabdabavozlikni oldini olishlik to'g'risida, riyoga, sum'aga berilmasdan, mana hozir iftor qilishlikni odat qilib qo'yganmiz. O'tganlarimiz haqida iftorli dasturxonni yozaylik deymiz. Uyimizda ixcham qilib qarindoshlarimizni chaqirib o'tkazaveraylik. 7 mahallani aytib, to'ydan orttirib, birisiga choy yetsa, birisiga somsa yetmaydi. Ro'za tutgan bular, yemoqligi zarur bularga, tana tashna. Biriga choy bo'lsa, biriga yo'q bo'lmasligi kerak-da.
ixcham qilib, go'zal qilib, ko'ngildan chiqarib ihsonni qilish kerak-da. Ana shunda ihson qilgan odam ham rohatlanadi. Bemalol ulguradi tarovih namoziga ham ixcham qilsa. Ovqat oxiriga yetmasdan tarovih o'qib qo'ysa, kimdir suyuqni ichmay ketadi, kimdir oshni yemay ketadi. Shu uchun mana shu narsalarga ham alohida e'tibor qaratib qo'yaylik. Restoranlarda qilishlikni endi niyat ham qilmay qo'yaylik. Biz unaqangi restoranlarga borib bunaqa qilishligimiz uchun yo'q. O'sha xarajatni yo'qsillarga berib qo'yaylik. Go'sht yemayotganlar bor. Ana keling aytamiz biz. Ana mahalla oqsoqoliga ro'yxatda turadi. Kam ta'minli. Haqiqatda uyga borsangiz, boquvchisi yo'q. O'lib ketgan otasi. Alloh rahmat qilsin. 2tadan 3tadan sag'irasi qolib ketgan. Bu ayol bechora nima qilsin? Mardikor ishlab boqsinmi buni? Otasiga bir kun borar, 2 kun borar. Endi qayerga boradi? Biz mu'minlar, saxovatpesha insonlar yo'qsullardan xabar olaylik. Qarindoshlarimiz ichida bemorlar bor, qancha yotibdi. Bola boqilsa sog'ligi ko'tarmaydi, loy ko'tarib ishlaydi. Mana shularni bilamiz. Do'stlarimiz ichida ham bordir. O'zimiz bir xulosamizni qilib olib, yaqinlarimizni oqtarsak, falonchi ko'rinmay qoldi, qachondan beri bemor, bir xabar olib qo'yish kunlarda deb 2 ta non, o'sha inshaalloh yarim kilo go'sht oqqantigacha ko'tarib, navbatigacha, tuxumigacha bir oy yo'qlab qo'yaylik, bir umr o'zimiz xursand bo'lib yuramiz. Ana shu paytlarda g'animat bo'lib azizlar, yo'qsillarning holidan xabar olaylik. Atrof muhitni toza qilishlik o'z-o'zidan iymonimizni yarmi dedik. An-nazafatu minal iymon dedik. Shatrul iymon dedik. At-tuhuru shatrul iymon, iymonni yarmiga tenglashtirilyapti. Tahoratda ham poklik, uyimizda ham poklik. Bu Ramazon oyi bugun Arafa ekan deb hovlilarni supurtirish aynaklarda archishadi. Ramazoni sharif kirib kelyaptilar. Ramazoni sharif kirib kelishliklarini munosib kutib olaylik. Qiyomat kunida Ramazon oyi bizlarga shafoatchi bo'ladi inshaalloh. Ramazon oyi kelar ekan, bular och qolganda o'zingni rozi qilaman deb roza tutganlar. Rozaman, guvohlik beraman, rayyonga kirsin deb aytar ekan Ramazon oyi. Kelishliklarini ham go'zal kutib olaylik. Yomon odatlarimizni, haqoratomuz gaplarimizni ayolimizga ham gapirmaylik. Sen deb gapiradiganlar Ramazon oyida poshshaxon deb gapiringda, iftorliklarda qanaqangi shirin bo'lishligini ko'rasiz. Aynan bugun aytdim, ayol kishini siz deydi desam, domla haddini oshib ketadi-da, siz deydi. U siz deb gapirib ko'raylik-da, poshshaxon deb gapirib ko'ring-da, hammaga ham yaxshi gap yo'qadi. Ana shunday shirin so'zli bo'laylik, qo'pol muomalalarimizni qilmaylik. Har birimizga ham, bir-birlarimizga ham shirin so'z bo'lib, atrof muhitni toza qilib, qabristonlarga bir-bir chiqib ota-onamiz o'tgan bo'lsa, yaqinlarimiz o'tgan bo'lsa, bularni bir yo'qlab turaylik. Hech yo'q juma kunlarida-da. Ko'chat ekishlikni boshlaylik. Mana bahor kunlari kelyapti. Ham ro'zadorsiz, ham yerni yumshatdingiz, ham bir daraxt ekdingiz. Ana ajr. Atrof muhitni soyoq solqin qiluvchi tol daraxtlarni ham ekaylik. Mana ko'chaga bo'lsa ham ko'chatlarni ekishlikda isrofgarchilikka mutlaq yo'l qo'ymaylik. Masjidga yaqin kelishligimiz Alloh taologa bizni gunohlarimizni, Alloh taolodan bizni gunohlarimizni o'chib ketishligiga sabab bo'lar ekan. Masjidga piyoda kelishligimiz darajatimizni ko'targan, savobimizni ko'tarar ekan. Masjidga piyoda kelyapsiz. Ulovni tashlab qo'ydingiz. Piyoda kelyapsiz, tasbihda olib kelyapsiz. Bilingki, sizda gunoh o'chib ketyapti. Darajat dunyoda ham, oxiratda ham ulug' bo'lyapti. Darajat ulug' bo'ladi. Gunoh kechirilyapti, savobi ko'payyapti. Ana. Keling endi. O 5 kilometrdan kelmang 5000 qadam qilib. Mayli, 500 metrdan ham, 200 metrdan ham ulovini olib chiqib ko'ndalanib qo'yib qo'yayotganlar bor-da. Azizlar, shu tarovih namozlarini mana 8 dan 20 minut o'tganda boshlaymiz. 8:00 da imom domlamiz chiqib
Mana imom domla, mana noyib domlalarimiz kunda yerda mas'ul bo'lishib turishadi. Mana Mahmudxon yerdalar, Muhammad Ayibxon yerdalar. Qolaversa bu yerda mana tartibida hoji domla bevosita mas'ul bo'lib turinglar, iltimos. Mana siz yerda eng kattalari hoji buva, yoshlarga aytinglar, mana Eshon Fozilxon Eshon buva turibdilar. Yoshlarga ulovsiz borgin, tartib qoida bilan o'qiylik. Xalqqa duo qilinyapti. Ramazon oyida nafaqat bu tiriklarga, o'tganlarning ruhini ham, tiriklarni ham shod qilib yuraylik. Zararimiz tegmasin. Tarovih namozlarda baqir-chaqir qilib, mashinalar signal chalib bunaqa qilib yurmaylik. Ohistalik bilan qo'shni qishloqdan keluvchilarga yana ham bir iltimos qilamiz. Uzoqroq joydan keluvchilar bir qishloqda qo'ni qo'shnilar ham boradi. 4 tadan 5 tadan yakka mashinadan emas, navbat qilib qo'ysak, ham mashina sal kamroq bo'ladi, ham bitta jamoatga qiyinchilik tug'dirmaydi. Mana bu vazifalarni ham aytib qo'yishlik bizlarning vazifamiz. Chektuvoda qishlog'idan Jamilaxon ismli bir beva ayol farzandlari bilan qolgan edi, bilasizlar. Ham Qorovultepa yoshlari, ham Chektuvoda qishloq ahllari, saxovatpesha insonlar boshqa joylardan kelishib ham shu, hatto fermerlar ham shu o'zim borib aytganimda bo'ldi domladi, shu ayolga bo'lsa shu yerdan ham qo'shib beraman degan so'zlarni ham aytgan edilar. Jamoatdan duo talabida 25 ming so'm ihson qildilar. Ilohim qizlari soliha obida, sojida qizlar bo'lsin. Muhtaram domla, velosiped va skuter transportlarini maxsus joylarga qo'ysin. Velosipedim bor ekan, skuterim bor ekan deb namoz o'qiydigan joygacha yetaylab kelavermaylik. Qayerga kelyapmiz? Alloh taolaning baytiga kelyapmiz. Qo'yilgan, belgilab qo'ygan joylarga qo'yib turaylik-da. Juda yaxshi, endi bezizga aytilmadi bu, topshiriq bo'lganligi uchun. Karim boboda har doimgidek 100 ming so'm bir birodarimiz, bir do'konchi akamiz muhtojlar uchun 100 ming so'm ihson qildilar. O'rni kelganda aytib o'tamiz. Tezisda ham bor, ilovada ham bor. Ramazon oyida tijorlarimizdan iltimos, savdolarni Alloh rivojini bersin, barokatini bersin. Kasb-kor qiladiganlardan Alloh rozi bo'lsin. Meva-chevadan tortib. Endi ko'ring, dinimizda ham saqlanib qo'ygan monopoliyani ixtikor deb saqlashligimiz, xo'p, uni qimmat qilib sotishlik niyat bo'ladigan bo'lsa harom bo'ladi. Hukm shu. Mavsumiy shu mana sovutgachilar qo'ya, qimmat o'sib sotaman demang, barokatli qilib sotaman. O'sha so'zi burishib qolmasligi uchun saqlayapsiz siz. Xalqni dasturxonga yetib borishlik uchun, suvli so'zlar oshga tushishlik uchun. Mevalarni ham shunday. Ramazon kirib kelishligi bilan naqdi ham narxi oshib ketmasin, sun'iy ravishda oshib ketib qoladi-da. Dasturxoniga qo'yadi deb. Bunga yo'l qo'ymaylik musulmonchilikka, dinimizga to'g'ri kelmaydi. Harom amal. Agar sotib turgan narsangizni xo'p, sun'iy ravishda oshiradigan bo'lsangiz, ehtiyot bo'laylik. Nonlarni, go'sht mahsulotlar, tuxum, mana ko'proq tuxum olishadi. Oshirib yubormaylik sun'iy ravishda. Gunoh bo'ladi bizga axir. Odamlar orzu qilsin yana Ramazon kelishligini, Ramazonda barokat kelishligini, Ramazonda qaytangi ko'p olishlikni niyat qilsin odamlar. Arzon qilib qo'yaylik. Alloh taolo barchalarni ham hidoyatda o'zi mustahkam eylasin. Savdogarlarimiz, savdo tijoratchilarimiz savdolariga Alloh o'zi barokat bersin. Bir akaxonimiz kelinlari sochiq berib yubordilar. Alloh rozi bo'lsin. Yana bir ukamiz Alloh yo'lida 50 ming ihson qildilar. Matquloboddan bir akamiz ota-onalarini haqqiga duo so'rab 50 ming ihson qildilar. Qorovultepadan bir akamiz nabiralari farzandlariga duo so'rab 100 ming so'm ihson qildilar. Nabiralari ham qori bo'lsin. Bir akamiz ota-onalarini oxiratlarini Alloh o'zi obod eylasin. Cheksaroydan bir ukamiz safar oldidan 40 ming ihson qildi. Safarlarni Alloh o'zi bexatar qilsin. Tuvodaq chekdan bir o'g'limiz farzand talabida ekanlar, 50 ming so'm ihson qildilar. Solih farzandni ham Alloh o'zi ato eylasin. Yana bir o'g'limiz singlisini haqqiga farzand so'rab duo qildilar. Singillariga Alloh farzand berib, tog'a bo'lish baxtiga Alloh nasib eylasin. Bir ukamiz Qur'on va obdastda
Qur'on beribdi va abdasta beribdi, ihson qilibdilar va ota-onalarni haqqiga hojga jo'natishlikni niyat qilibdilar. Taraddudda turibganlar Qur'on beribdilar, abdasta beribdilar. Alloh rozi bo'lsin. Namozxon tahorat qiladi, so'ng Qur'on o'qiydi. Qur'on oyi kirib keldida, Qur'onni astedil o'qishlikni boshlaylik. Xatm qilganlar, xatm qilish niyat qilganlar niyatlariga Alloh o'zi erishtirsin. Bir ukamiz 200 ming so'm ihson qildilar. Ilohim bergan 200 ming so'mlar 20 million o'qitsa ilohim. O ortig'i bilan-da Ramazonda qilsa 700 gacha ortig'i bilan beradi inshaalloh. Manjabil hasana falan hashron sala 10 tabas undan ham ortig'ini Alloh taolo ukamizga nasib eylesin. Bir ukamiz 100 ming so'm ihson qildilar. Xolisan duo qilaylik. Amin. Esdan chiqibdi. Xo'p, mana oppoq joy namoz tashlabdilar, harakat qilibdilar, mablag' sari qilibdilar va yana bu yerda qorovullarimiz mana 2 haftadan beri o'zim ko'rib turaman, nazorat qilib turaman. Telefonlarda ko'rib turaman, mutavallimizdan so'rayman. Nurulloh Eshon buvam umrlari uzoq bo'lsin. Eshon buvamiz oxiratlarini obod eylesin. Yana narigi qorovulimiz ismlari kim edi? Isroil ismidan ketmay ikki chiqib qo'y. Isroiljon akamizni ham o'tganlarni Alloh oxiratlarini obod eylesin. Yana bir akamiz G'anijon akamiz kelganimda yo'q kutib oldi domla. Ayolim bilan chiqib shu yerda tozalayapmiz. Ota-onalarimiz chiqib tozalashib turibdi ekan bugun. Ayollar chiqib tozalashyapti ekan. Masjidda supurishlik qancha savob. Gunohni Alloh taolo o'chirib yuboradi. Joy namoz yozishlik qancha savob, sadaqa joriya. Namoz o'qiganga shu yozib berganga ham Allohim ana bu namozlar savobini ato qilaveradi. Xolisan amin. Parvardigori olam. Ramazon oyi kirib keldi. Bandalaringga saxovatlik, mana bunday saxovat peshaligini bundan-da ulug' ziyoda qilgin. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam saxovatli bo'lar ekanlar. Biz ummatlar ham saxovatli bo'lmoqligimizni nasib eylagin. Bu oyda shirin so'z bo'lmoqligimiz, ahli taqvolardan bo'lmoqligimizni, ahli solihlardan bo'lmoqligimizni jumlamizga Allohim o'zing nasib eyle. Masjidimizga uzoq va yaqindan qadam tashrif qilib kelgan jamoatlarimizni bosgan qadamlariga ulkan ajr hasanatlarni ato qilgin. Namozxonlarimiz namoz o'qiydi, joy namoz to'shab berganlarni ham ihsonlarini qabul etgin. O'tganlarni rahmatingga olgin. Masjidni supurganlarga Allohim jannatda alohida qasrlarni bergin Allohim. Mana bu ihson qilgan birodarlarimizni ihsonlarini dastgir oxirat qil, soyaboni qiyomat qil. Muqobiliga tanajonlariga sog'likni ber, salomatlikni ber. Duo qilib turgan jamoatimiz ichida kimdir farzand talab, solih farzand ato qil. Va zurriyatini qurrata ayun bo'lgan, ko'rganda ko'zlarini quvontiradigan farzandlarni ato qil. Nabira talablarga nabiralar ato qilgin. Qizini yaxshi joyga uzataman deb turganlarni yaxshi xonadondan solih kuyov chiqishligini Alloh o'zing nasib eylagin. Safar ketayotganlarni safarlarini bexatar qil. Safardagilarni safarlarini zafarlik qil. Bemorlar bo'lsa shifo ber, kulliyaga ojila ber. Kim qarzdor bo'lsa najot bergin. Mahfuz bo'lsa ozodlik bergin. Yurt yo'limizda tinch qil, yurtboshimizni umrlarini uzun qil. Tinchlikka mutasaddi bo'lib turgan barcha xodimlarimizni, ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari, boshqa mutasaddi tashkilot a'zolarini, barchalarini martabai maqomatlarini ulug' qilgin. Tinchlikda, xotirjamlikda, emin erkinlikda, fayzi futuh barakot bilan Ramazon ro'zalarini tutib, kechalari qoyim bo'lib tarovihlarni ado qilmoqligimizni jumlamizga Alloh o'zing nasib eylagin. Parvardigori olam, haloldan rizqni o'zingdan so'raymiz. Halalan toyiban va rizqan kasiron, ko'p bergan rizqimizni haloldan ber, toyibdan ber. Va umron tavilan amalan solihan, umrimizni uzun qilib bergin, solih amalni ko'p qiladigan umrlarni bergin. Xonadonimizda qilayotgan dehqonchiligimiz bor. Umid bilan ko'chat ekyapmiz, umid bilan mol chorva qilyapmiz. Chorvalarimizga, ekinlarimizga, ziroatlarimizga, umrimiz, rizqimizga Allohimiz barakotlarni ato qilgin.
ahliyalarimiz, mana zavjamiz, farzandlarimiz, qizlarimiz, Allohim mana bu xonadonda istiqomat qilguvchi nabiralar, barchalarini ham Allohim balo qazodan o'zing saqlagin. Yemin erkinlikda ular ham o'zingni buyurgan, farz bo'lgan ro'zani tutmoqligini jumlalariga Alloh o'zing nasib etgin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. İltijo qilib so'raymiz, ya Robbim, dunyodan o'tib ketganlar umid qilgan bizdan. Duo qilishadi degan. Jamoat bilan Allohim so'raymiz, o'tib ketgan otajonlarimizni, o'tib ketgan onajonlarimizni, jamiki yaqinlarimizni shu jamoatda turib qilgan duoyimizdan ruhlarini shod qilgin. Yotgan joylarini jannatdan bir bog'chaga aylantirgin. Ularni qabrlariga nur yetkazdirganing kabi qalbimizni ham munavvar ayla. Yuzimizni ikki dunyoda yorug' qilgin, aziz va mukarram qilgin o'zimizni. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannatga bir qadam.